Bozor qiymatlari futbol olamidagi eng qiziqarli mavzulardan biri. Dunyo bo'ylab 10 minglab muxlislar transfer market yangilanishlarini sabrsizlik bilan kutishadi. Biz esa bu safar noodatiy yondashuvni tanladik. 16 yoshli debyutantlardan tortib 40 yoshli super veteranlargacha har bir yosh toifasidagi eng qimmat futbolchilarni ajratib ko'rsatishga qaror qildik. Kichik spoiler, bu ro'yxatda hattoki 58 yoshli bir qahramonimiz ham bor. Shu sababli videoni oxirigacha tomosha qiling. Barchaga assalomu alaykum. Tezkor xabar kanali yana siz bilan. Bugungi dasturimizda Messi o'z tengdoshlari orasida haqiqatan ham eng qimmat futbolchimi yoki Ronaldochi? Umuman olganda 2026-yilda har bir yosh toifasida kim eng qimmat ekanligini aniqlaymiz. Ekranni katta qilib oling, bugungi dasturimiz boshlandi. yosh Kenneth Aegorn 20 million yevro. Agar siz futbol menejer o'yinlaridan birini o'ynab turadigan bo'lsangiz, ehtimol Hertha safidagi yosh tayanch yarim himoyachisiga allaqachon ko'zingiz tushgandir. Kenneth juda ham tez o'sish potensialiga ega. U yoshiga nisbatan nihoyatda muvozanatli va aqlli futbolchi. Rivojlangan taktik sezgi orqali o'yinni tushunadi va boshqara oladi ham. Bejizga o'z kumerlari sifatida Busquets va Kroosni tilga olmaydi. Kenneth o'tgan yozdayoq ikkinchi Bundesliga tarixidagi eng yosh futbolchiga aylandi. Keyinroq hattoki Germaniya kubogida gol urib, Jude Bellingem o'rnatgan rekordni yangiladi. Hozirning o'zidayoq uning bozor bahosi juda yuqori, ammo ko'rinishidan bu raqam hali ancha oshadi. 17 yosh Lennart Karl, Bavariya 60 million yevro. Yana bir nemis yosh futbolchisi. Ammo Kennethdan farqli o'laroq Karl allaqachon Yevropaning eng nufuzli turnirlarida porlab ulgurdi. U Yamal Musialani og'ir jarohatidan keyin berilgan imkoniyatdan a'lo darajada foydalandi. To'g'ri, jismoniy tomondan nozikroq, ammo nihoyatda tezkor va texnikasi kuchli. Bavariya tarbiyalanuvchisi hujumkor yarim himoyachi sifatida ham, o'ng qanot winger sifatida ham o'ynay oladi. 18 yosh Lamine Yamal, Barselona 200 million yevro. Transfer market talqiniga ko'ra eng qimmat futbolchi. Barselona va Ispaniya terma jamoasining eng yorqin siymosi haqida nima deyish mumkin? Yamalning yutuqlari va o'yinini o'zi hammasini aytib turibdi. Sehrli dribling, yuqori futbol IQ, ajoyib plastika va kuchli mentalitet. Aynan shu fazilatlari Laminni allaqachon 3-mavsumini kattalar futbolida o'tkazish imkoniyatini bermoqda. Hozirda uning maqomi asta-sekin o'zgarmoqda. U endi shunchaki yoqimtoy iqtidor emas, balki to'laqonli super yulduz. Shunday bo'lishiga qaramay, reklama bannerlari, millionlab maosh, ommaviy axborot vositalari va muxlislarning doimiy e'tibori Yamalga katta bosim yuklayapti. 19 yosh Warren Zaïre-Emery, Paris Saint-Germain 50 million yevro. Zaïre-Emery PSG asosiy jamoasida 16 yoshga to'lishi bilanoq debyut qildi va o'sha zahoti 7 o'yini bilan kuchli taassurot qoldirdi. Debyut bahsidayoq u maydondagi qarorlari, harakati bilan akademiya tarbiyalanuvchisiga o'xshardi. Go'yo Parijda yangi Patrick Vieira paydo bo'lgandek. Jarohat va Joe Neveshning kelishi Warrenga markazdagi sevimli pozitsiyasini bo'shatishga majbur qildi. Bu mavsumda Luis Enrique undan o'ng qanot himoyachisida Ashraf Hakimini zaxirasi sifatida foydalanmoqda. Va yosh fransuz bu rolga juda yaxshi moslashyapti. 20 yosh Desire Doué, PSG, Arda Güler, Real Madrid. Har ikkala futbolchining narxi ham 90 million yevrodan. Mana shu o'rinda juda yosh bo'lishiga qaramay, Grand klublarning asosiy tarkibidan joy ola bilgan ikki yorqin futbolchidan iborat duet turibdi. Arda Güler Carlo Ancelotti davrida zaxirada qolib ketib, Realni tark etishga juda ham yaqin keldi. Xabi Alonso kelganidan keyin Arda yangi tizimning muhim bo'lagiga aylandi. Hozirda unga Arbeloa ham imkoniyat bermoqda. Desire Doué esa amaldagi Golden Boy sovrindori va Chempionlar Ligasining finalini qahramoni. O'tgan mavsum oxiridagi ajoyib fintlari bilan u barchani hayratga solgandi. 21 yosh Joe Neves, Paris Saint-Germain 110 million yevro. PSJda yoshligidanoq jamoa o'yinini belgilab berayotgan haqiqiy super iqtidorlar avlodi yig'ilgan. Neves Portugaliyadayoq katta iste'dod sifatida tan olingan. Ammo bunday ta'riflar ko'p futbolchilarga beriladi. Joe Felix atrofidagi shov-shuvlarni eslash kifoya.
Ammo Neveshning yo'li butunlay boshqacha bo'lishi aniq. U yoshiga nisbatan nihoyatda aqlli va mehnatkash futbolchi bo'lib, muvaffaqiyatning qadrini yaxshi biladi. Maydonda u go'yo ikki kishini ishini bajaradi. Markazni tozalaydi, himoyada ham, hujumda ham samarali harakat qiladi. 22 yosh, Jude Bellingham, Real Madrid. 160 million yevro. Endi asta-sekin haqiqiy super yulduzlarga o'tyapmiz. Bellingham Realdagi faoliyatini juda yorqin boshlagan edi. Biroq yelka jarohati sababli so'nggi yilda biroz pasaydi va Arbeloa davriga kelib u hammasini qaytadan isbotlashiga to'g'ri kelmoqda. Shunga qaramay Jude oltin to'pni qo'liga kiritish uchun barcha vositalar borligiga hech kim shubha qilmaydi. U darvozadan tashqari barcha pozitsiyada o'ynashi mumkin bo'lgan futbolchilar sarasiga kiradi. 23 yosh, Pedri. Barcelona 140 million yevro. Pedri allaqachon faxriydek qabul qilinadi. Ishonish qiyin, ammo u endigina 23 yoshga to'ldi. O'yinni tushunish darajasi bo'yicha u Andres Iniestaga o'xshab ketadi. Hozircha undan yuqoriga sakrash go'yo imkonsizdek tuyulmoqda. Pedri kattalar futboliga juda erta kirib keldi va tezda Barcelona klubi hamda Ispaniya terma jamoasi uchun almashtirib bo'lmas futbolchiga aylandi. Bu esa unga qimmatga tushdi. Yosh organizm yuklamalarga chiday olmadi. Jarohatlar ketma-ketligi keldi. Yaxshiyamki Kataloniyada o'z olmosiga to'g'ri yondashuv bor. Endi Pedri haftasiga 2 marta bemalol o'ynay oladi. Do'stlar, sizningcha Bellingham zo'rroq yarim himoyachimi yoki Pedrimi? Bu haqida fikringizni izohga yozing. Biz esa davom etamiz. 24 yosh, Michael Olise, Bavariya, Bukayo Saka, Arsenal 130 million yevrodan. Endi ingliz futbolining ikki yorqin mahsuloti haqida. Olise Fransiya terma jamoasini tanlagan. Biroq u Londonda tug'ilgan va Arsenal, Chelsea hamda Manchester City akademiyalaridan o'tgan. Nega bu klublarni birortasi uning iste'dodini to'liq qadrlamagan? Hali ham tushunarsiz. Olisega yetilish uchun vaqt kerak bo'ldi. U professional futbolga faqat 19 yoshida kirdi. Saka esa buning aksi, juda erta porladi. 16 yoshidayoq Arsenal asosiy tarkibidan joy ola boshladi. So'nggi yillarda esa jamoaning asosiy yetakchisiga, lideriga aylangan. Agarda mabodo Arsenal APL va Chempionlar Ligasida g'olib bo'ladigan bo'lsa, hozirda bilasiz, asosiy favoritlardan biri bo'lib turibdi. Har ikkalasida ham birinchi o'rin. Saka oltin to'p haqida bemalol o'ylashi mumkin. 25 yosh, Erling Haaland, Manchester City 200 million yevro. Aslida Haaland, Yamal, Mbappe bularni barchasi bir sayyorada tug'ilgandek. Eng qimmat futbolchilar unvoniga ega bo'lib turishibdi. Bu bejiz emas. U allaqachon rekordlarni birin-ketin yangilamoqda. Umuman olganda super tupurar ham aynan shu yigit. Eng qizig'i, Erling o'ziga unchalik mos bo'lmagan tizimda ham juda kuchli o'ynamoqda. Asosiy savol shundayki, u Cityda yana qancha qoladi va bir kun kelib Ispaniyada, masalan, Real yoki Barcelonada o'zini sinab ko'rishi mumkinmi? Bu borada sizning fikringiz ham qiziq. Izohga yozing. 26 yosh, Declan Rice, Arsenal, Alexander Isak, Liverpool 120 million yevrodan. Bu o'rinda APLning yana ikki tajribali bo'risi, Real Madrid darvozasiga urilgan mashhur dubl muallifi va Rice Baby hitining qahramoni, Arsenalning butun tizimini ushlab turgan futbolchi. Bunday iste'dodni qo'ldan boy bergani Chelsea uchun ulkan xato bo'ldi. Ammo ehtimol bu holat Declanning faoliyatiga faqat foyda keltirmoqda. Hozirda Arteta tizimini Declansiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Isak haqida esa bunday deyish qiyin. U faoliyatini eng og'ir pallalardan birini boshdan kechirmoqda. Alexander Liverpool tarixidagi eng yangi yosh futbolchiga aylandi. Biroq hozircha sarflangan mablag'lar to'liq oqlay olmayapti. 27 yosh, toshbaqa Kylian Mbappe, Real Madrid 200 million yevro. Qachon Mbappe nihoyat oltin to'pni qo'lga kiritadi? Bu savolni millionlab muxlislar qariyb 7 yildan beri berib kelishmoqda. Kylian 18 yoshida jahon chempioni bo'ldi. Keyin ulkan mablag' evaziga PSJga o'tdi. Madridga ko'chib o'tish mantiqiy davom edi. Mbappe Chempionlar Ligasini yutish uchun keldi. Aynan shu sovrin oltin to'pga yaqinlashtirish kerak. Ammo fransuzning kelishi Real Madridni qayta qurilish davriga to'g'ri keldi. Ancelotti o'z resurslarini tugatdi. Xabi Alonso esa klubdan ketib qoldi. Arbeloa hali tizimni to'liq yo'lga qo'ygani yo'q. Shunday bo'lishiga qaramay, u hozirda jamoadagi yetakchi va daholigini isbotlamoqda. 28 yosh, Usmon Dembele, Paris Saint-Germain
100 million yevro. Bir vaqtlar Mbappe va Dembele bir xil miqyosdagi iste'dodlar hisoblangan. Hattoki Barselona bir paytlar imkoniyatlari ko'p qirrali ekanligi sababli Usmonni Kyliandan ustun ko'rgandi. Ammo vaqt o'tib, bu ikki futbolchini solishtirish kulgili bo'lib qolgan. Hozirda Mbappe dunyoning eng kuchli futbolchilaridan biriga aylangan. Dembele esa pitsa va pristavkalarga berilib ketgandek. Dembele Barselona bilan ham chiroyli xayrlashmadi. Biroq sof sport nuqtai nazardan uning PSJga o'tishi mutlaqo to'g'ri qaror bo'lib chiqdi. Chunki u oltin to'pni qo'lga kiritdi. Yevropa Chempionlar Ligasini g'olibiga aylandi. 29 yosh Rafinha, Barselona 80 million yevro. Rafaning xizmatlari hozirda go'yoki yetarlicha qadrlanmayotgandek. Braziliyalik Barselonaning eng samarali futbolchilaridan biri. Chempionlar Ligasining asosiy qahramonlaridan biri. Ammo oltin to'p ovoz berish marosimida atiga 5-o'ringa tushib qoldi. FIFA mukofotida esa hattoki ramziy terma jamoaga kiritilmadi ham. Hans Flick buni ahmoqona hazil deb atadi va bunga qo'shilmaslik qiyin. 30 yosh Joshua Kimmich, Bavariya, 40 million yevro. Biz Kimmichni yuqori darajasiga shunchalik ko'nikib qolganmizki, allaqachon hayratlanmay qo'yganmiz. Joshua doimiy Yevropaning top 5 ligalarida eng ko'p pas beruvchi futbolchiga aylanib bo'lgan. U mavsumlarda doimiy Bavariyaning tayanch ustuni bo'lib kelmoqda. U bilan shartnoma uzaytirish masalasini bunchalik cho'zilgani Myunxen Grandi uchun chinakam uyat. Afsuski, bunday tipdagi futbolchilar ko'pincha soyada qolib ketadi. 31 yosh Bruno Fernandes, Manchester United, 40 million yevro. Vaqt qanchalik tez o'tayotganini qarang. Go'yo kecha Bruno Sportingdan Old Traffordga kelgandek edi. Bugun esa u 31 yoshli faxriy jamoa futbolchisi. Agar u faoliyatini boshqa klubda davom ettirganida hayoti qanday kechishi hammaga qiziq. Balki boshqa joyda u shunchaki yulduzlardan biri bo'lardi. Manchesterda esa qorong'u davrlarni haqiqiy qahramoniga aylandi. United muxlislari bu davrni aynan Bruno o'yini tufayli iliq xotiralaydi. 32 yosh Harry Kane, Bavariya, 65 million yevro. Kane futbol muxlislarini hayratlantirishda davom etmoqda. Biz uni Tottenham davridayoq zamonaviy futbolning eng kuchli markaziy hujumchilaridan biri sifatida bilardik. Ammo aynan hozir Harry qanchalik ulkan miqyosdagi futbolchi ekanligini yanada yaqqol ko'ryapmiz. U shunchaki to'prar emas, balki o'yinni haqiqiy dahosi. 32 yoshida ham Kane eng yuqori darajada o'ynamoqda. Yaxshi pressing qiladi, qarshi hujumga yugurib chiqadi yoki chuqur himoyani nozik pas bilan yorib o'ta oladi. Futbolning barcha qirralarini his qilgan chinakam maestro. 33 yosh Muhammad Saloh, Liverpool, 30 million yevro. So'nggi bir oyda Saloh atrofida haqiqiy drama yuzaga keldi. Murabbiy qarorlarini ochiq tanqid qildi. Zaxira futbolchisiga aylanib qolish ehtimoli juda ham yuqoridek ko'ringandi. Go'yoki u buni o'zining avvalgi o'yinlari bilan allaqachon isbotlab bo'lgandek. Yaxshiyamki muxlislar mojaroni yumshatishga muvaffaq bo'lishdi va misrlik futbolchi yana maydonga qaytdi. Ammo bu barcha kelishmovchiliklar ortda qoldimi? Hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. 34 yosh Kevin De Bruyne, Napoli, 20 million yevro. De Bruyne bir necha yillardan beri sog'liq bilan bog'liq muammolar sabab muntazam o'ynay olmayapti. Belgiyalik hech qachon o'ta kuchli atlet bo'lmagan. Ustiga ustak yosh ham o'z so'zini aytayapti. Shu bois Manchester City'ning o'z afsonasi bilan xayrlashishi, uning yuqori maoshini hisobga olsak, mantiqan to'g'ridek ko'rinmoqda. 35 yosh David De Gea, Fiorentina, 5 million yevro. Asta-sekin super veteranlarga ham tushib kelyapmiz. Bu yerda ma'lumotlarni kamroq beramiz. 35 yoshliklar toifasida transfer bozorida eng qimmat futbolchilar odatda darvozabonlar bo'ladi. David De Gea ham xuddi shunday. Ispaniyalik darvozabon MUdan ketganidan so'ng 1,5 yil mavsum erkin agent sifatida qolib ketdi va o'shanda uning faoliyati muddatidan oldin yakunlanishi mumkin edi. 36 yosh Thomas Müller, Whitecaps klubi, 5 million yevro. Müller Allianz Arena bilan samimiy va kulgili hikoya orqali xayrlashib o'tgan yozda okean ortiga yo'l oldi. 37 yosh Robert Lewandowski, Barselona, 9 million yevro. Bu mavsumda Lewandowski ko'p tanqid qilinmoqda va rostini aytganda bunga sabablar ham yo'q emas. O'tgan mavsumda u juda zo'r ko'ringan bo'lsa, hozir unchalik chaqqon emas. 38 yosh Lionel Messi, Inter Miami, 15 million yevro.
Bir paytlar Messi faqatgina iste'dod bilan o'ynaydi, Ronaldo esa hammasiga mashaqqati bilan erishgan degan bahslar ko'p edi. Ammo Lionel 38 yoshida ham mehnat qilishni to'xtatgani yo'q. Shu uchundir u Argentina terma jamoasida ham hali hal qiluvchi rollardan birini egallab turibdi. 39 yosh. Manuel Neuer, Bavariya. €1 million. Neuer ham alohida e'tirofga loyiq. Oyog'i sinib ketganidan so'ng asosiy tarkibga qaytish, bo'lib ham bu yoshida, bu katta yutuq. Albatta, asta-sekin uning o'yini pasayib bormoqda. Biroq pozitsiyani mukammal his qilishi va darvozabon uchun noyob oyoq bilan o'yin sifati unga hanuz top klubda birinchi raqamli bo'lib o'ynashga imkon bermoqda. 40 yosh. Cristiano Ronaldo, Al Nassr, €12 million. Saudiya Arabistonidagi 3 yil ichida Ronaldo chempion bo'la olmadi. Ammo bu safar buni tuzatishga qat'iy bel bog'lagan. Qizig'i mana shu mavsumda ham Cristiano to'purarlik bahsida katta raqobat bermoqda. 40 yoshdan birdan 58 yoshga o'tamiz va bu yoshda Kazuyoshi Miura, Suzuki Point Getters klubi, €25 ming va yakunda haqiqiy noyob qahramon. Veteran degan so'zni ishlatishni yoqtirasizmi? Unda mana sizga chinakam timsol. Deyarli 60 ga kiradigan futbolchi uzoq umr ramzi va hammaga namuna bo'lib hali ham futbol o'ynab yuribdi. 1980-yillar boshida boshlagan u faoliyatini. U hech qachon super iste'dod sifatida ko'rilmagan. U faoliyatini boshlagan paytida tug'ilgan futbolchilar hozirda aksariyat faoliyatini yakunlayapti. Do'stlar, bugungi ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'ying. Shundagina birinchilardan bo'lib o'yinlarni tahlilini, rasmiy xabarlarni va shu bilan birga eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaysiz. Kelgusi dasturda yaxshi kayfiyat ila ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.